Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, bugun darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz matematik mayatnik. Yozinglar. Matematik mayatnik. Demak, matematik mayatnik deb cho'zilmas ipga osilgan yukni faqat og'irlik kuch ta'sirida tebranib harakatlanishiga matematik mayatnik deyiladi. Yozib oling. Demak, matematik mayatnik el uzunligidagi sharcha osilganu bo'ylab qo'ysak tebranadimi? Mana shuni nomi nima ekan? Matematik mayatnik. Matematik mayatnikda amplituda degan tushuncha bor. Amplituda deb muvozanat vaziyatdan eng katta chetlashishga aytiladi. Tushundingizlar? Amplituda nima ekan? Muvozanat vaziyatdan eng katta chetlashishga amplituda deyiladi. Matematik mayatnikni birinchi navbatda biz bilishimiz kerak tebranishlar davri. Tebranishlar davri. Matematik mayatnikni tebranishlar davri T barobar 2pi ildiz L taqsim J tenglama bilan aniqlanadi. Demak, tebranishlar davri matematik mayatnikni nimalarga bog'liq desa, nimaga bog'liq? Faqat ipning uzunligiga va J erkin tushish tezlanishiga bog'liq. Bu yerda demak L o'sha yuk osilgan ipning uzunligi, J demak erkin tushish tezlanishi. Pi ni bilasizlar, 3/4 ga teng bo'lgan irratsional son. Ha? Matematik mayatnikni tebranishlar davrini aniqlash uchun bizga ipning uzunligi va qayerda planetani o'zi nomi yetarli. To'g'rimi? Yana bu mavzuda qanaqa savollar tushadi desa, chastotani topish mumkin. Bir taqsim shu narsa bo'ladimi? Ha? Yoki 1 taqsim 2pi ildiz L taqsim J ni ikkita ildizga olib, ildiz J ni tepaga chiqarsak, ildiz ostida J taqsim L bo'ladimi? Ha? Demak, bu matematik mayatnikni chastotasini topish. Chastota birligi Gertz. Davrni birligi nima edi? Sekund. Yana siklik chastotani topishni ham so'rab qolish mumkin. Omega barobar 2pi nu bo'ladi. Ya'ni nu ni 2pi ga ko'paytirsak, omegani beradi, 2pi lar qisqarsa, ildiz ostida J taqsim L. Mana bu matematik mayatnikni siklik chastotasini hisoblash formulasi. Tushunarlimi? Bu mavzuda ko'p har xil masalalar beradi. Bitta masala kecha o'sha ko'rganimiz amplitudani birinchi yarmi, ikkinchi yarmi deydi-ku. Shuni alohida chizaman, mana shuni o'zgartirib. Bitta oldingi garmonik tebranish tenglamasida ko'rgan tenglamamizni bu yerda yana takrorlaymiz. Demak, bu A taqsim 2, A taqsim 2, A taqsim 2, A taqsim 2. Muvozanat atrofidagi A taqsim 2larni butun davrning qancha qismida bosib o'tardi? Mana bu qism bilan bu qismni T taqsim 12 qismda bosib o'tadi. Bitta oldingi videoda isbotlab berdim, ha, qayerdan kelganini, garmonik tebranish qilib. Bu ham T taqsim 12, bunisi T taqsim 6, bunisi ham T taqsim 6 qismda, davrning oldidan bir qismida. To'g'rimi? Matematik mayatnikda yana nimalarni bilishimiz kerak desa, butun bir davr mobaynida borib kelishida T vaqtda qancha masofani bosadi desa, 4 ta amplituda masofani bosib o'tadi. To'g'rimi? Butun bir davr mobaynida nechta amplitudani bosib o'tar ekan? 4A amplitudani, 4 ta amplitudani bosib o'tadi. Va yana bu yerda nimalarni bilishimiz kerak? Bu L bo'lsa, mana bu yerda matematikamiz ham joyida bo'lishi kerak. Bu L bo'lsa, mana bu H balandlikka ko'tarsak, matematik mayatnikni H balandlikka diqqat qiling ko'tarsak, tortdik, ha? To'g'ri tortsak, bu H bo'lsa, bu ham H bo'ladimi? E'tibor beringlar. Ha? H bo'ladi. Bu uzunlik ham L edi. Bu H bo'lsa, bu yog'i qancha bo'ladi? Mana bu qismi. L minus H bo'ladimi? L minus H bo'ladi. Endi mana buni alfa burchak desak, alfa burchak
L minus H L ni nima bog'lab beradi? Burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati. Nima bo'ladi? Yopishgan bo'lsa kosinusmi? To'g'ri. Kosinus nima bo'lar ekan? Kosinus alfa barobar L minus H taqsim L. Mana bu tenglamani ham eslab qoling. Qanaqadir H balandlikka ko'tarildi deydi. Ha? Burchakni toping deydi. H ni berib uzunligini bersa burchakni topib bilar ekanmizmi? Oddiygina topar ekanmizmi? Yana nimani bilishimiz kerak desa, H balandlikka tebranayotgan mayatlikni H balandlikka ko'tarib qo'yib yorsak, nima tenglama o'rinli bo'ladi desa, bu yerda kinetik energiya ga o'tib ketadi potensial energiyamiz. Mana shuni H balandlikka ko'tarib qo'yib yorganda nima tenglama o'rinli bo'ladi? Esingizdan chiqmasin. mgh barobar mv kvadrat taqsim 2. Potensial energiya qaysi energiyaga o'tib ketar ekan? Kinetik energiyaga o'tib ketadi. M la qisqaradi bu yerda. O'sha V barobar ilzosi 2gh va hokazo tenglamalar kelib chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p. Hozircha yozib oling, yana davom ettiramiz. Mayatlik haqidagi masalalarni davom ettiramiz. Demak, matematik mayatlik birinchi ko'p uchraydigan masala. Mayatnikli soat yerdan oyga ko'chirildi. Yerda ishlab turuvdi, chiq oldingi soatlar bor, mayatnikli soat. Mayatnikli soat yerda ishlab turuvdi, shuni olib oyga ko'chirdik. Nima voqea yuz beradi? Birinchidan biz bilishimiz kerak, yerda J 9.8 ga teng yoki 10 ga teng, ha? J yer 9.81 desak, J oy 1.6 ga teng. Taxminan yoki J yer taqsim 6 ga teng. Demak, oyda erkin tushish tezlanishi yerdagidan necha marta kichik ekan? J 6 marta kichik. Tushundingizlar? Masalamizni yana qaytib aytaman. Mayatnikli soat yerdan oyga ko'chirildi. Nima voqea yuz beradi? Birinchisi endi, ha? Birinchi nima? Yerda davri t barobar 2pi ilizosida L taqsim J edi. Oydachi t barobar 2pi ilizosida L taqsim J taqsim 6 desam 6 yuqoriga chiqadimi? Ha? Mana bu yer, mana bu oy. Demak, oyda davri o'rtar ekanmi? Davri o'rtadi degani, oyda soat sekin orqaga qoladi, sekin harakat qiladi. Tushundingizlarmi? Demak, javoblarini aytaman endi. Javob: oyda ilizosda 6 marta soat ishlashi sekinlashadi. Tushunarlimi? Yana javob: ilizosda 6 yoki 2.4 marta degan javob ham bor. Ilizosda 6 dan 2.4 chiqadi taxminan. 2.4 marta bu soat orqaga qoladi. Bu soat orqaga qoladi. Tushunarlimi? Endi yana nima haqida bu savol bersa agar, oydagi soat yerdagida ishlashi uchun nima qilishimiz kerak? Qisqa qilishimiz kerak-da, kaltalatishimiz kerak, ha? Bu soat oyda yerdagidek ishlashi uchun yerda t barobar 2pi ilizosida L taqsim J yerda, endi oyda t oy barobar 2pi ilizosida, xo'p, J taqsim 6, ha?
J taqsim 6 bo'ldimi? Ana bu J'si. L taqsim 6 bo'lsa, agar L taqsim 6 bo'lsa, gina 6'lar qisqarib yerdagidek bo'ladimi J? Demak, buni o'zi yuqoridagi shunday qilib qo'ygan oyda. Bulari bir xil. Biz mana buni o'zgartirib bilamizda. Mana bu qismni. To'g'rimi? Demak, mayatnikli soat oyda xuddi yerdagidek ishlashi uchun biz mayatnik uzunligini nima qilar ekanmiz oyga chiqargandan keyin? 6 marta qisqartiramiz. Javob. Oyda yerdagidek ishlashi uchun uzunligini 6 marta qisqartirish kerak. Tushunarlimi? Ha? Endi yana menimcha oy va yer haqidagi masalalar shular. Ildizosi 6 marta yoki 2,4 marta orqaga qoladi. Uzunlikni buni aytsak yerdagi bilan bir xil bo'ladi. Bu yog'ini o'zingiz yana fikrlab ketaverasizda. Endi J ga urg'u berib ko'p masalalarni beradi. Masalan, yana mana yer atmosferasi bo'lsa, yer. Yerimiz o'z o'qi atrofida aylanadi. Shar shaklida va o'z o'qi atrofida aylanadi. To'g'rimi? Ha? Shunda mana bu yerni o'qi. Yerning buni butun olam tortish qonunida ham tushuntirdik, o'g'irlik kuchi degan mavzuni o'tganda. J turli nuqtalarda turlicha bo'ladi. Tushunarlimi? J ning eng katta qiymati qutblarda bo'ladi. J qutbda mana bu yerda J 9,83 ga teng taxminan. Bu qutbda ham shunday 9,83 ga teng J. Ekvatorda esa J kichkinaroq. J barobar 9,79 ga teng. Tushundingizlarmi? Endi J ekvatorda kattaroq ekan, bu qutbda-da. Qutb shimoliy qutb, janubiy qutb. Mana bu belbog'ining nomini nima der ekan? Ekvator. Ekvator. Endi matematik mayatnik yoki mayatnikli soatni ekvatorda va qutbda ishlatsak farq qilar ekanmi? Farq qiladi. Nimani hisobidan farq qiladi? J ning hisobidan. Tushunarlimi? Shunaqa masala berganda hisobga olib qo'ying. Yana J ni topish tenglamasi bor edi. J barobar kerak bo'ladi sizlarga ildiz ostida gamma m taqsim r kvadratga teng. Planeta uchun J. Mj barobar butun olam tortish kuchi desak, ha? Gamma m taqsim m la qisqarsa, gamma m taqsim r kvadrat J ni beradi. Ixtiyoriy planetada erkin tushish tezlanishi mana shu formula bilan topiladi. Bu haqida masalalar yechganida endi esingizdan chiqqan bo'lsa deb yana qaytib takrorlab yozdim. Yana bu mavzu haqida nima savollar tushadi desa, xo'p, ekvatorda va qutbda matematik mayatnik juda uzun bo'lsa, bitta qanaqadir masalasi bor edi, 98 metr edi. Mana bu. Va mana bu amplituda 1 metr bo'lsa, masalan. Qaranglar, ipning uzunligi juda uzun. Mana bu qisqagina, to'g'rimi? Agar mana shunaqa tenglamalarga duch kelsangiz, mana buni ham 98 metr deb olayvering. To'g'ri burchakli 3 burchak qilganingda ham baribir to'g'ri burchakli 3 burchak qilganingda 98 kvadratidan 1 ni kvadratini ayirib ildiz olsang baribir 98 ga teng bo'ladi, deyarli. Tushunarli? Shu narsalarga e'tibor beringlarki, juda kichik burchaklarda alfa burchagini sinusi bilan tangens alfa teng bo'ladi. Kichik burchaklarda. Masalan, sinus 1 gradusda 0,017 mi? Tushunaydi, ha. Tangens 1 gradusda ham tangens 1 gradusda xuddi shunday 0,017 ni beradi.
2 gradusda 0,034 mi? Tangens ham 0,034 bo'ladi. 10 gradus, 15 gradusgacha ko'p farq qilmaydi. Sinus 10 gradusni olinglar. Sinus 10 gradusda 0,17. Tangens 10 gradusda ham 0,17. Mana bu narsalarni hisoblayotganda e'tibor beringlar. Juda uzun bersa mayatlikni, amplitudani kichkinagina bersa, bemalol sinus alfani tangens alfa deb masalaga qo'yib ketsangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'sh, matematik mayatlik haqida yana nima masalalar bo'ladi desa, shularni yozib oling hozircha, keyin davom ettiramiz. Mavzumizni davom ettiramiz. Endi bu mavzuga doir har xil masalalar beradi-da. Shularga e'tibor berish kerak. Hech qachon eslaringizdan t barobar 2pi ildizosti L taqsim J chiqmasin. Masalan, bunday deydi, qarang. Matematik mayatlikni tebranish davri t ga teng. T ga teng, faraz qilaylik. Agar deydi, yuk bo'lsa, osilgan yuk. Shuni massasini 4 marta oshirsak, tebranishlar davri qanday o'zgaradi? O'zi matematik mayatlikni tebranish davri t barobar 2pi ildiz ostida L taqsim J mi? Osilgan yukni massasiga bog'liqmi? Bog'liq emas. Demak, agar matematik mayatlikka osilgan yukni massasini 4 marta oshirsak, tebranishlar davri o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Birinchi esda qolish kerak bo'lgan narsa, osilgan yuk massasiga bog'liq emas. Bu birinchi fakt. Matematik mayatlikka osilgan yukni massasiga tebranishlar davri bog'liq emas. Esingizdan chiqmaydimi? Ikkinchisi, amplitudaga bog'liq emas. Shu narsaga e'tibor beringlar. Mayatlikni qanaqadir burchakka og'dirdik. Masalan, amplituda A amplitudaga cho'zib qo'yvordik. Tebranishlar davri masalan 10 sekund chiqdi. Uni kamroq og'dirib qo'yivorsak ham, tebranishlar davri baribir ham o'sha 10 sekund bo'lsa 10 sekundligicha qoladi. Qaytib aytaman, matematik mayatlikni tebranishlar davri amplitudaga bog'liq emas. Ham massaga bog'liq emas, ham faqat nimaga bog'liq? Matematik mayatlikning tebranishlar davri faqat nimaga bog'liq? Ipni uzunligiga bog'liq. Tamom. J ga bog'liq. Amplitudaga bog'liq ekanmi? Yo'q. Aytishingiz mumkin, ustoz, uzunroq burchakka og'dirsak, o ko'p vaqt ketadi-ku. Yo'q. Qisqaroq og'dirganimizda sekinroq tebranadi. Kattaroq og'dirsak, tezlik kattaroq bo'ladi-yu. O'sha 10 sekundda bu ham bir marta tebranadi, ozgina og'dirganimiz ham bir marta tebranadi. Tushunyapsizlarmi? Eslab qoling, bitta gap aytaman. Matematik mayatlikni tebranishlar davri amplitudaga bog'liq emas, ammo amplituda orqali topib bo'ladi. Amplituda berilgan bo'lsa, davrini topib bo'ladi demoqchiman. O'sha L taqsim J ni o'rniga o'sha A taqsim, hozir ko'ramiz uni, qayerdan kelganini. Amplitudaga nima emas ekan? Bog'liq emas. Massaga ham bog'liq emas, yukning massasiga ham bog'liq emas. Yana eng ko'p keladigan mana Ferminni masala deydi-ku, mana bunaqa masala ko'p keladi. Bitta mayatlikni uzunligi L1, davri T1. Ikkinchi mayatlikni uzunligi L2, davri T2. Endi shu ikkita mayatlikni ochib, iplarni bir-biriga bog'lasak, ya'ni umumiy uzunlikni L1 plus L2 qilsak, uni matematik mayatlikni tebranish davri qanday bo'ladi deydi. Avval tayyor formulani yozaman, keyin isbotlab beraman. Kelishdikmi? Birinchisini T1 nimaga teng bo'ladi? Shunga tengmi? T2 nimaga teng?
Shunga tengmi? Ikkalasini yig'indisidan iborat bo'lsa, T umumiy barobar xuddi Pifagorga o'xshaydi. Ildiz ostida T1 kvadrat plus T2 kvadratga teng bo'ladi. Natijaviy o'sha ikkalasini yig'indisidan iborat bo'lgan mayatlikni umumiy tebranishlar davri. Demak, nimaga teng bo'lar ekan? Ildiz ostida T1 kvadrat plus T2 kvadrat. Uzunliklar ayirmasidan iborat bo'lsa, mana bu ham minuslik bo'ladi. Ildiz ostida T1 kvadrat minus T2 kvadrat bo'ladi. Nima uchun desa, buni isbotini ham ko'raylik mayli. Mana bu birinchi tenglamani kvadratga ko'tarib L1 ni topsak, L1 nimaga teng bo'ladi? L1 barobar T1 kvadrat ko'paytirilgan J taqsim 4 pi kvadrat. Mana bundan nimani topdim men hozir? L1 ni topdim. To'g'rimi? L2 nimaga teng bo'ladi desa, L2 barobar T2 kvadrat ko'paytirilgan J taqsim 4 pi kvadrat. Mana bu ifodadan endi L2 ni topdim ha. T umumiy barobar, e'tibor bering, 2 pi formuladagi ildiz ostida L1 plus L2 taqsim J mi? L1 ni o'rniga mana buni, L2 ni o'rniga bunisini olib borib qo'ysak, barobar 2 pi ildiz ostida L1 ni o'rniga T1 kvadrat J taqsim 4 pi kvadrat plus T2 kvadrat J taqsim 4 pi kvadrat taqsim J. Shundaymi? Ikkalasiga umuman xaraj 4 pi kvadrat bo'ladi. Ha? Mana bu J ni qavsdan tashqariga chiqarsak, mana bu J bilan qisqaradi, ha, J'lar. To'g'rimi? Nima qolar ekan? Barobar 2 pi ildiz ostida T1 kvadrat plus T2 kvadrat taqsim 4 pi kvadrat. Endi 4 pi kvadratdan 2 pi chiqadi. Mana bu 2 pi bilan 4 pi kvadrat ham qisqaradi chiqqandan keyin. Va o'sha biz aytgan ildiz ostida T1 kvadrat plus T2 kvadrat qoladi. Ayirma bo'lsa mana bu minus bo'ladi, bu minus bo'ladi, bu minus bo'ladi, bu minus bo'ladi. Tushunarlimi? Bitta mayatlikni tebranishlar davri 3 sekund. Ikkinchisiniki 4 sekund. Ha? Shu ikkita ipni bir-biriga qo'shib mayatlik hosil qilsak, natijaviysi nima bo'lar ekan? Ildiz ostida 3 ni kvadrati plus 4 ni kvadrati 5 sekund bo'ladi. Ayirmasi desa ildiz ostida ayirmasi bo'ladi. Albatta uzundan qisqasini ayirasiz, ildizni ichi manfiy bo'lib qolmasin. Asosiy tushunchalarga e'tibor beringizlarmi? Hozir 4 ta eng asosiy qoidani biz eslab qolishimiz kerak. Masalalarda mana bu milliy sertifikatga tushgan edi. Men o'zim yechganimda tushgan edi. 2 tami, 3 ta oldingisiga. Minusligi tushgan edi mana buni. Birinchi fakt nima ekan? Matematik mayatlikni tebranishlar davri osilgan yukni massasiga bog'liq emas. Ikkinchi fakt, matematik mayatlikni tebranishlar davri amplitudaga bog'liq emas. Uchinchi fakt, massalar yig'indisi, uzunliklar yig'indisidan tashkil topgan mayatlikni umumiy tebranishlar davri T umumiy barobar ildiz ostida T1 kvadrat plus T2 kvadrat bo'lar ekan. To'rtinchi fakt nima ekan? Uzunliklar ayirmasidan iborat bo'lgan matematik mayatlikni tebranishlar davri T umumiy barobar ildiz ostida T1 kvadrat minus T2 kvadrat ekan. Mana bu masalalar juda ko'p uchraydi.
Tushunarlimi? Eslaringizga qoldimi? Yozib oling do'stlar.